Honor 600 Lite telefonimiz sotiladi. Yangi salafan pachka ochilgan, xolos ochilganlik hisobiga 1 million 1,5 million arzon qilib beramiz, ko'ringlar. Honor 600 Lite BG telefonimiz 4 million 600 ming so'mda atrofida sotilyapti. Telefonimiz ochilgan, xolos hech qanaqa muammosi yo'q. 1 yil service garantiya, aksiyali mekalari o'tgan. 8 GB operativka, 256 GB xotira, 6520 amper batareyka, 6 yilgacha garantiya beryapti. Yomkisi batarya bo'lmaydi, yomkisi chiqib ketmaydi deyapti. Ko'ringlar, ishlatma aqlashdan metallический korpus, dizaynlari ham, ishlashlari ham zo'r, ikkita kamera, spichka. Вообще zo'r holatda haqiqatda dizayn qo'lga ham zo'r o'tirar ekan, puliga arziydi inshaalloh. Kimga kerak bo'lsa marhamat, 4 million 600 ming so'm sotilayotgan telefonda 3 million 600 qilib beramiz, 1 million arzonga. Xuddi shu telefon, faqat ochilgan xolos. Yangi salafan pachkasi 4 million 600 ming so'mda atrofida sotilyapti. 3 million 600 ga faqat bir dona ulgurib qolinglar.